Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli kuzatuvchilari, qadrdon vatandoshlar. Barchangiz xush kelibsiz. Hozir chiroyni yaxshiroq yoritadigan yoqvali. O'rtoqlar, nima uchun videoga o'zimni boyligimni, xazinamni xalq bilan birga bo'lishmoqchiman degan sarlavha qo'ydim. Hozir bunga izoh berib o'taman. O'rtoqlar, dadam rahmatli kitobni xazinaga tenglardi. Kitobni qadri qimmatini xazinanikidan ustun qo'yardi. Puldan ustun qo'yardi. Va bizga har doim turli xil kitoblar sovg'a qilardi. Yoshimizga mos. Uyimizda juda ham shaxsiy kutubxonamizda kitoblar ko'p bo'lardi. Bo'sh qoldik deguncha kitob o'qirdik. Kitob o'qigan odamni ma'naviyati boy bo'lardi derdi. Fahm farosat ilm darajasida qancha ko'p kitob o'qisa, shuncha yuksaklikka erishadi derdi. Dadam rahmatli o'zi ham o'qituvchi bo'lganlar, rus tili va rus adabiyotidan dars bergan. Ishonasizlarmi, dadam meni sinf rahbarim bo'lgan. Dadamni darsidan, fanidan biror marta 5 baho olmaganman. O'zini qiziga 5 baho qo'yib oldi, o'zini farzandi bo'lgani uchun deyishmasin deb, yaxshi bilsam ham rus tilini menga hech ham 5 baho qo'ymagan. Hattoki attestatimda, shahodatnomamda rus tilidan 4 baho bilan bitirganman men. Lekin hech ham xafa emasman, chunki ustozlarimga kattakon rahmat. Men o'rta maktabni tamomlagan bo'lishimga qaramasdan oliy ma'lumotlilar, diplomlilar kirolmagan dargohlarda ishladim. Katta kollektiv oliy ma'lumotlilar davrasida ishladim. Juda ham xursandman bundan va ustozlarimdan minnatdorman. O'rtoqlar, mana shu 4 xalifa Hazrati Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu, Hazrati Umar raziyallohu anhu, Hazrati Usmon raziyallohu anhu va Hazrati Ali raziyallohu anhu 4 ta muborak zotni hayoti haqida mana shu hikoya qiladigan kitoblar jamlamasini o'g'limga sovg'a qilgandim. Mana bu Payg'ambarlar tarixi nomli kitobni birinchi bo'lib 2021-yilda o'g'lim bilan birgalikda o'qiganmiz. Faqat u kitob birovning kitobi edi, omonat edi. O'qib chiqqanimizdan keyin kitob bizga juda ham ma'qul bo'lganligi sababli buni o'zimiz uchun sotib oldik, chunki kitobni egasiga qaytarishimizga to'g'ri keldi. Shaxsiy kutubxonamizdan mana shu kitob ham joy olishini xohladik. Kommentariyda aql bildiradigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan aql mirzalar biram ko'pay, yaxshilab siltisang, sahobani payg'ambar deb o'ylaydigani ham bor. Bunga ham to'xtalib o'taman hozir. Mana O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning 2023-yil 26-iyuldagi 03.07.6056 sonli xulosasi asosida tayyorlandi, deyapti bu kitobni. Hozirgi kunda mana shu Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuni qissasi bilan bandman. Bu ham mana O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitani tasdig'idan o'tgandan keyin nashr etilgan kitob. Buni qatorida qolgan uchalasi ham Diniy ishlar qo'mitasini tasdig'i bilan, xulosasi bilan chop etishga ruxsat berilgan kitob. Ya'ni men o'zimdan o'zim to'qib, aqlimga, hayolimga kelganini valdirab o'tirib gapiravermayman. Bitta aqlli korrupsion holatlar haqidagi chiqargan videoimni tagiga Umar raziyallohu anhu o'zini xalifalik davrlarida davlatni yuritish bo'yicha yuritgan siyosatini, davlatni boshqarish bo'yicha yuritgan siyosatidan misol keltirib gapirsam, boshingda ro'moling yo'q, ko'yligingni yengi kalta, payg'ambarimiz haqida gapirish senga kim qo'yibdi deb chiroyli fikr qoldiribdi. Sahobani payg'ambar deb o'ylaydigan tushunchadagi odam bilan
tortishgandan ko'ra ahmoqqa sukut javob so'zi isrof deb qo'ya qoldim o'zimga o'zim. Chunki asabimni buzishimga, qimmatli vaqtimni sarflashimga arzimaydi bunaqa odamlar. Keyin sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Hurmatsiz negativlar. Boshida ro'moli yo'q, ko'ylagini yengi kalta ekan degani musulmon emas, din haqida biror bir tushunchaga ega bo'lishi mumkin emas, ega bo'lsa ham gapirish haq-huquqi yo'q degan qonun hech qayerda yo'q. O'tirgan joylarda yalpayib o'tirib menga fatvo chiqarmanglar. Fatvo chiqarish haq-huquqinglar ham yo'q sizlarni. Hurmatli vatandoshlar, mana shu kitoblardan o'qib, o'rganib olgan ma'lumotlarimni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Bunga albatta sizlarning roziliginglar kerak. Sizlarning tasdig'inglar kerak. Agar rozi bo'lsanglar, ma'qullasanglar, muborak oylarning biridamiz, yana alhamdulillah Qurbon hayiti arafasidamiz. Bir savobli ishga qo'l uray dedim. Mana shu kitoblarda o'qib o'rganganlarimni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Sharoiti, imkoniyati borlarga bu kitobni mana shu o'qiganlarim hammasini ham o'zi aslini olganda oilaviy kutubxonangizdan joy olishni juda ham xohlagan bo'lardim. Imkoniyatingiz bor bo'lsa, mana shu kitoblarni sotib olib o'qib chiqishinglarni xohlagan bo'lardim. Qayoqdagi bema'ni, saviyasi past, umuman bizni madaniyatimizga, tarbiyamizga to'g'ri kelmaydigan, juda ham sayoz mazmundagi odamning nafsoniyatiga tegadigan, oila davrasida ko'rib bo'lmaydigan seriallarni, kinolarni, videolarni ko'rgandan ko'ra ma'naviyatimizni boyitish uchun, diniy ilmimizni oshirish uchun mana bunaqa kitoblarni o'qiganimiz ming marta ma'qul deb o'ylayman. Yana bir tarafi bu kitoblardagi ma'lumotlardan iborat videoni bemalol oila davrasida, farzandlaringiz, nevara-chevaralaringiz davrasida ko'rishingiz, eshitishingiz mumkin. Hattoki ish qilib yurib ham kanalga kirib videoni ochib qo'yib, ishingizni davom ettirib, meni ma'lumotlarimdan boxabar bo'lishingiz mumkin. Shu uchun agar meni taklifim sizlarga ma'qul bo'lsa, mana shu videoni tagida kommentariy qismida o'zinglarning fikringlarni, mulohazalaringlarni qoldiringlar. Agar ko'p sonli kuzatuvchilar tasdiqlasa buni, Xudo xohlasa, ertadan yoki ertadan keyin mana shu kitoblardagi ma'lumotlarni birgalashib o'rganamiz. O'zim o'rganganlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Fikr mulohazalaringizni kutib qolaman, hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon vatandoshlar. Ungacha Allohga omonat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.